Agar ayol kishi ko'chaga ochiq, tor, makiyajlarni surib, lablarini qilib ko'chaga chiqayotgan bo'lsa, bilinglarki, u boshqa erkak kishilarning diqqatini o'ziga tortmoqchi. Ular aytishi mumkin, bu o'zim uchun, bu dugonalarim uchun deb. Pajausta, o'zing uchun bo'ladigan bo'lsa, uyda o'tirganda makiyajlaringni qilib, chiroyli bo'lib, erkak kishini, o'zingning eringni kutib olgin. Agar dugonalaring uchun bo'ladigan bo'lsa, pajausta eringga aytganda, ering bir kun bo'lsa ham pajausta kelmaydi uyga, g'iybatlashib, gaplashib, chiroyli kiyimlaringni kiyib o'tirgin. Lekin sodiq ayol eri borligini bilib turib, sevgan insonni borligini bilib turib, hech qachon ochiq kiyinmaydi, lablarini qilmaydi, makiyajlarni surib chiqmaydi ko'chaga. Chunki biladi, uyda yoki ishxonada eri u uchun bosib ishlayapti. Qolganlarning diqqati unaqa sodiq, aqlli xotin kishi uchun kerak emas. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar va eng muhimi, mujiklar, mujik bo'linglar. Charchamaysiz.